Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Bilaman ishlaringiz ko'p, bandsizlar. Shuning uchun vaqtlaringizni olmasdan she'rni boshlayman. Marhamat, sarlavhasi: har kim ekkanin o'rar. Ulamolar gapi bor, zino farzandga urar. Aytaman takror, har kim ekkanin o'rar. Birov haqin yegan ham, pora olgan bergan ham, haqdan yuz o'girgan ham, har kim ekkanin o'rar. Zamon zo'rniki emas, puli borniki emas, hisobi bor. Har nafas har kim ekkanin o'rar. Yaxshimi yo yomonmi, donomi yo nodonmi, insonmi yo hayvonmi, har kim ekkanin o'rar. Ey Alisher, kuyinma, shuni anglash qiyinmi? 1 yil, 10 yil keyinmi, har kim ekkanin o'rar. O'ylaymanki tushunganlar tushundi. Ya'ni har kim ekkanini o'radi. Agar gunoh ish qilgan bo'lsa tavbasini qilib olsin, bo'lmasa haq yo'lida davom etsin. Rahmat kattagan, salomat bo'linglar.